Nogiron bo'lib qolishimdan 8 yil avval maktabda jismoniy tarbiya o'qituvchisi edim. Kunlarning biri ajoyib kun. Biz futboldan musobaqa o'tkazmoqchi edik. Kun juda ham qizdirardi. Shunga qaramasdan odamlar juda ham gavjun edi. Barcha ota-onalar kelgan, chunki bu final o'yini edi. Bolalar bu o'yinga juda ham yaxshi tayyorgarlik ko'rgan edi. Hammasi. Men bolalarning ro'yxatga olish paytida ularni tekshirayotgan edim. Juda ham ajoyib. Shu payt bir erkak ko'zimga tashlandi. U bir bolaning otasi edi. U ko'rinishi juda ham dahshatli va savlatli edi. Qandaydir maniak, qotil odamga o'xshardi. U ezma Jajuning otasi edi. U meni chaqirdi va oldiga bordim. Uning birdan-bir aytgan gapi shu bo'ldiki, Senmi hali meni o'g'limni chetlatadigan o'sha hakam? Ha janob, ammo u birozgina bo'shroq. U aktiv qatnasha olmaydi. Uning o'rniga yaxshi o'quvchimiz bor. bu paytda murabbiyning gapidan uning jahli chiqardi. O'g'lim menga o'xshaydi. Ishonaman, u eplaydi. Janob, iltimos, rahbariyat ishlariga aralashmaganingiz ma'qul. Sababi ular kim yaxshi, kim yomon bo'ladi. Siz yaxshisi uyga borganingiz ma'qul. Bu yer sizning joyingiz emas. Futbolingga ham. Tfu! U g'azablanganicha Jajuni olib yo'lida davom etdi. Birozdan so'ng baqirib qaytib keldi. Juda ham kuchli qichqiriq. Dahshat. Uning qo'lida miltiq turardi. Juda ham qo'rqinchli tasvir. Senlarga kulgi bo'lib shunchaki ketadi deb o'ylaganmiding? Ishon, bitta qo'ymay qaraman hammangni. Bu erkakning dahshatli kelishidan men qo'rquvga tushdim. Hamma atrofdagilar ham qo'rqardi. U shunda mening oyog'imga o'q uzdi. Dahshat. Hayotim ko'z oldimdan xuddi televizorda ko'rgandek o'tib ketdi. Va yerga yiqildim. Sekin-asta o'zimni tirik qolish sifatida sudralishni boshladim. Oyog'im juda ham og'rirdi. Dahshat. U birin-ketin odamlarni otardi. Birining ko'ksiga, birining boshiga, birining yuragiga. To'g'ri kelgan odamni, ko'ringan odamni otar edi. Men bir qahvaxonaning ortiga berkinib oldim. U maniakka o'xshar edi, juda ham dahshatli. Mening yuragim taka-puk urardi. Sekin-asta unga qaradim. U barchani otib tashladi. Chiqmaysanmi? Jahon, chiq bu yoqqa. Adashmasam isming shunday edi. Agar sanagunimcha chiqmasang, o'ldiraman. 1 2 3 deyishim bilan uni otaman. 3 o'zingdan ko'r. Chiq deganda chiqmading. Va uni haligi erkak otib tashladi. Juda ham dahshat. Uning peshonasidan darcha oshdi. U asta-sekinlik bilan men tomonga keladi. Men juda ham dahshatga tushgan edim. Uning yuzi juda ham dahshat. Yo Xudo, men oldimga kelma iltimos, men oldimga kelma. Shu payt qandaydir qadam ovozi men tomonga yana ham yaqinlashardi. Mening yuragim chiqib ketardi. U miltiqni men tomonga mo'ljalladi. O'q ovozi eshitildi. Yuragim chiqib ketay dedi. Ammo o'q menga tegmadi. Politsiyachi kelgan ekan. Xudoga shukr. U uning yelkasiga o'q uzdi va uning qo'lidan miltig'i tushib ketdi. Bu bilan meni to'xtadi deb o'ylaysanmi? Ishon, men baribir yana qaytaman. Men o'zimga kelib asta mo'raladim. Qaraganimda uni 2 politsiyachi ushlab olgan ekan. Uning yelkasidan qon tinmay oqar edi. Mening oyog'im juda ham og'rir edi. Azob. Hamma o'lganlarni doktorlar, militsiyalar olib ketardi. Meni ham aravachaga solib olib ketishardi. Oyog'im juda ham azob berar edi. Juda ham dahshatli voqea. Bu voqea butun O'zbekistonni larzaga soldi. 67 ta odam o'ldi. Shu payt Jaju menga tikilib qarab turardi. U juda ham hayratda va yig'lar edi. Chunki uning otasi qotil edi. Uning uchun juda ham achindim.